Qarang, men burun kekeshdim. Voy menga. Men kekesh desam hech kim ishonmaydi. Men ishonmayman o gapga. Bunda nurg'unlab odam psixik o'rgangandan keyin bularning masalasi hal bo'lamdi, bo'lmamdi deb gumonlanadi-ku. Bugun men o'zimningki haqiqiy hikoyamni bir so'zlab beray, chunki haqiqiy hikoyaning kuchi o'lida emasmi? Men qarang. Yaqinda his qildim, bitta film ishlab chiqaryapmiz-ku. Bu filmlarim ko'rilish bek eshib kelsa, qarang. O'diqib ketganman. Jiddiylashib ketganman-ku. Mening necha filmlarim ko'rinishi 1 millionda eshib ketdi-ku. Shu kuni shundoq bir xil jiddiylik bor-ku. Xuddi xalq meni yalang'och qiyofatimni ko'rib qoladigan-dekchu. Tunib oldigandekmi? Ashundaq qilib men o'zim aslimdan cho'ng ko'rinib olgan. Lekin xalq yig'inidan birini teshib ketgan, pos qilib men teshib etilgandek shunday bir xil ansizlik tuyg'usi chirmib oldi-ku meni. Endi bu nim deb menda bunday tuyg'u bo'ldi. Bu xalqliga o'zining filmining ko'rilishini oshira olmay sarg'ayib ketdi shundaymi? Bu mening filmlarim assa men xo'shal bo'lib hayajonlanmay nemishqa men qo'rqib deqi Kichiklab ketaman. Yo'shirinib olaman. Deb jiq o'yladim. Bu lekin buning sababini topolmadim-ku men. Taki bir oy burun bir qiz meni izlab psixiklik maslahat oldi-ku. Bu qiz deydi, men kichik vaqtimda kekeshdim. Mush kekeshligimdan bek ziyon tortgan, kichik vaqtlarimda men bunda boshqalarning masxarasiga uchirgan. Deb kelib. Engize bu qiz shunga hozir o'zining idorasida hamda buni zangli qilib olgandek bunda tuyg'u chirmayapti-ku bu qizni. Bu qizga maslahat bergicha men deb dekimchu. O'zimning burun mundaq kekeshlik aslimalarim esim kelib qoldi qarang. Men buni butunlay unutib ketib ekanman-chu. Burun qarang, men kichik vaqtimda 2000-yillarda bu. Mening boshlang'ich 5-6 yillik vaqtlarimcha. Bosh deb bir komediyalik film botdi. Hindistonnami? Hindistonning emas, bizning rayonimizniki. Shu ayni vaqtida shu vaqtdagi komediyalik artistlar ishlagan 3 bosh bir komediyalik bir film botdi. Bu filmda hozirgi Mevlon Niyoz akamiz bir kekeshning obrazida bir yo'l so'raydigan bir shunday bir qisqa komediyalik bir film bor-ku. Shu vaqtida bu men bek yarab ketgan qarang. Aka, mayilga qandamaqdi deydigan shunday bir gapdi-ku bu. Shuning bilan bu men bek yarab ketib, men buni o'tkilak do'rab berdim. Do'rab bersam o'tkilarmi bek yarab ketib, bek kulkulik to'ylab ketibdi bu. Shuning bilan uyga xulim qo'shillar urug' tiqil yig'ilganda meni shu kekesh do'rg'izdigan bir mundaq nomer urilg'izdigan bo'ldi. Hattoki boshlang'ich shunday maktablarda itot aytaq programmalar bo'lsa, men chiqib kekeshning obrazida shunday itot urilaydigan bo'lib ketdim-ku. Keyin bir mazgil bo'lgandan keyin qarang. Hayron qolasiz. O'zim shunday kekeshga aylanib qoldim. Shunga bir kekesh odam boshqalarni do'rab kekesh bo'lib qoldi degan rost ketgan-ku. Shunga har qatim pi deydigan partlovchi tovushlar chiqqanda gelimdinchu. Mishadli turlidi bu men do'rg'anga o'xshash. Keyin buni men chiqarammaydigan bo'lib qoldim, bag'an ig'rishib ketdi bu. Lekin men boshlang'ich saqlashlarim buni biladi-da. Shunga boshlang'ichldim azroq xijil bo'ldim. Lekin yana hamiz bilgankin yana bu Mevlon yana chaqchaq qilayotgan o'xshaydi deb o'tib ketdi. Lekin to'liqsizga chiqqanda, to'liqsiz birga chiqqanda o 2002-yillar edi-ku deyman. O meni hech kim meni undaq kekeshni do'raydiganligini bilmaydi. O sinfda burunqi saqlashlarim yo'q. Muallim meni ismimni atab o'rtoqizib savol so'raganda, savolning javobini men bilaman. Mening o'rganishim degan boshdan oxir sinf bo'yicha ya birinchi ya ikkinchi qarang. Lekin javobni gelimdan chiqaramay turdi bu. Ikkita mundaq yerga chinqilib turib ketdi-da. Butun sinfdagi bolalarcha men bunda qarab. Sinf jimjit, timtas o sinf. Men ketparma. Bolalar shunlar paraq bilan kulishib ketdi-ku, 5-10 sekunddan keyin. Kichik bolalar boshliqroqqa. Keyin hozir men aşı balalarninki aşındaq hammasininki aşındaq meni zangli qilib kulib ketgan shu tasvirini endi eslayolmayman. Shundan keyin qanday bo'ldi deysangiz, bundaq muallim savol so'rasa, vaqtliq darsdan bir sinaq qiladi-ku 5 minut. Sinaq qilsa, men gap qilmay turib oldiganli bo'ldim.
Ha, o'zingizni ifodalamaydigan Ya qarab o'tirib olmayman. Chunki ya qarab javob bermaydigan 4 bolalar chiqdi. Ha. Kekeshdim men birisi bor-da sinfda. O muallim, ba'zi muallimlar ham o'ltirib va kala ko'z döt deb o'tag'iz yutdi qarang. Ba'zi muallimlar ham Ha. o men diyemedi deb menga deb birdi. Qaga denge. Bu savolning javobi qaga. Desa men yana jim turdim ya qarab. Denge qaga denge. Bak jim turdim da. O derdimde üzüm bilmem. Şu vaqtida endi meni birdan bir qutqizib olgan narsa nima desangiz, shu vaqtida King's Speech Govandi Yanjang deb Angliyaning bir kinosi botdi. Bu kinoda mush Angliyaniki bosh vaziri kekeshgan tuqchu. Keyin mushu bir odam mushu Angliyaning bosh vazirini davolab, kekeshligini davolab, keyindan keyin bu xalqqa bir qo'rqmay, nutq so'zlaydigan bo'ladigan mushundaq bir kino. Ağzı mermer taş tıkıp o parçaço. Aşındak kekeshligini davalaydı. Şunu görüp, bu kekeşlik degan saqaydigan narsa kelmay, cho'qim buni saqaytma debcho, mush tovush chiqarishni mashq qilgan qarangman. Mush kekeshlikni men tadqiq qilgan. Men nerede turib qolganman desangiz, mush partilug'icha ki, pi harflari bilan turib qolganman. Lekin mi deydigan harflarni men shundaq yaxshi kekeshlamay olib kelmanda. Shuning bilan men kekeshligimni saqlashning tunji qadamini qanday olgan deysiz? Mush harfning beshiga mi harflarini qaytib, keyiniga uzab elib oldim-da, parallos tavishlarni. Qanday? Masalan, qaga. Qaga. Masalan, kaptirim ko'kda uchyotdi degan gapni men burun demayman-da, kekesh bo'lgandikin. Deb turib qoldim, shundan Kaptirim kökte uçuyordu deb olatdim. Ya bo'lmasa, kaptirim kökte uçuyordu deblikin. Beshiga anda siliq tovushlarni qo'yib, keyiniga chaplab elib olatdim. Mush orqali ham ozroq gap qila oladigan bo'ldim, lekin mush tovushim tez chiqadigan bo'lib ketdi eding. Chunki men mana shu tovushningki kuchi tikkicha keyin gaplarimni deb olaman deb, bek tez gap qiladigan bo'lib ketdim men. Keyindan o'zimningki mana bu gap qilish surtimni ostalatdim. Her bir pi degan tovushni xuddi mush rumkin tadqiq qilgandek usti osti oldi keyin stroliq. Mundaq mening tasvirimda bor-da hozir. Her bir tovushni qanday olaman? Shunda aniq. O'tish garibno'cho. Keyindan yaxshi normal gap qilgan bo'lib ketdim. Shuning bilan to'liq o'tirgan oliy maktabga chiqqanda men nurg'un nutq so'zlash musobaqalariga qatnashdim. Nurg'unlagan darajalarni oldim-da. Hozir men sizlar ko'rayotgandek gaplarim shundaq ravon, jonliq. Men o'zimdan qilib natiq hisoblayman. Ve nima demoqchi desangiz, endi bir odamniki shu o'smirlik vaqtidagi qisilib qolgan, qapsilib qolgan ojizligi. Siz mushundan chiqib ketgandan keyin sizning eng kuchlik, eng yorqin sizningki, ya'ni shu qo'sh qanotingizga o'xshashchu. Sizni parvoz qildiradigan bir kuchli qurolga aylandi degan gapkan-ku bu. Endi bu munda o'tib ketdi. Shuning bilan endi mening tilim mush fiziologik jihatda munda o'ng'shaldi-chu. Mening bu ishlarim men butunlay o'tib ketdi deb yuribdiman, yashab yuribdiman, toki men film ishlab, bu filmlarim million ko'rinish bo'lib ketgicha, men o'zimning qalbida shu kekeshligimning asarati qilib qolganimni uqmabdiman-chu. Ilk kun kelgicha har qatim filmlarim mengib kelsa bir yurgim bir xil jiddiylashadi. Har mengib kelsa bir xil-chu. Haq mening kiyimlarimni sag'iz yutadigan-dek shunday bir hissiyot bo'ldi menda. Endi o'smirligida kekesh qizning mendan olgan maslahatidan deb men mushu hissiyotimning manbasini topdim. Asli to'liqsiz 1-yillik vaqtimda men kekeshlikdan o'zim chinqilib beqo'l xijolat turib qolganda hamma bolalar baroq kulishib masxir qilib ketgan shu xil o'zimdan nomus qiladigan bu to'yg'u mening qalbimni qilib qolibdi qarang. Keyin vaqt o'tgan sir bu mening yoshirin eg'imga tushib, saqlanib mengibdi. Taki mana 20 necha yil o'tib ketdi. Men film ishlab, bu filmlarim qaytib mangandan keyin, andin bu hissiyat menda qaytadan tip batadi degan gap. Asli manda ashkanda bu deb shuning bilan buning manbasini bildim. Manbasini bilgandan keyin bundan keyin o'zim kichik mendan cho'ng menga yo'tkilardim-da bu yerda. Mevlan qo'rqma. Sening jiddiylashayotganing, ning manbasi aslida shu seninki 12 yosh vaqtingdagi
Shu kekeşlik eslimelere ensirme o vaqtlar o'tib ketdi. Sen şu 12 yaş vaqtingda yüzüngdan xijil bo'lib nomus qilgan bo'lsang, hozir endi biz psixik o'rgandik, qalbimiz xil yorib qoldi, xil kuch-quvvatlandik. Qo'rqmasaqmi bu? Hozirgi kuchim bilan men sen 12 yaş vaqtimdagi o'zimni qanday qilman? Quchoqlayman, kuch-quvvat berman. deb manda qilib, o'zimning 12 yaş vaqtimda qaytib qolgan shu nomusliq, shu o'zimda nomus qilgan tuyg'uningki qo'lidan ta'ti qilib yetilib, hozirga ekilib oldim qaram. Shunga hozir menda endi bu xil bundaq filmlar mengib kelsa nomus qiladigan, qo'rqadigan tuyg'u tugidi degan gap. Demak, endi bizning qalbimizdagi mush biyaramchilik o'ngishlamdi, o'ngishlamamdi? O'ngishildi. Cho'qim o'ngishildi. O'ngishilmasa buni bir pan qilib, nurg'unlik odam tadqiq qilib o'rganib yurmaydi. Lekin buning bir jarayon kerak. Biz shu o'zimizningki azobimizningki manbasini topqicha bir vaqt ketadi, uni qabul qilguncha yana bir vaqt ketadi, uni quchoqlaguncha yana bir vaqt ketadi. Bu psixologiyaning oddiy tartibi. Tepish, ko'rish, quchoqlash, xayr xo'sh deyish. Shunlashqa nurg'unlik odam psixologiyani o'zgarma deb o'rganadi. Amaliyotda psixologiyani biz o'zgarish uchun o'rganmaymiz. O'zimizni tushunish uchun, o'zimizningki qalb qurilmalarimizning asl holatini qo'ltiroqdan birini tutib, yo'ritib, nerede nima shuni ko'rish uchun o'rganamiz xolos. Lekin eng mo'jizalari biz qalbimizning qurilmalarini qo'ltiroqda ko'rgan vaqtimizda nima bo'ladi? Hamma azoblarimiz vash to'xtab bir qo'ypirdi bizni. Rahatlik. Har bir qo'ypagan azobning o'rniga bir rahatlik, mehr muhabbat kirdi. O mehr muhabbatiga ishiltadigan puldek bir narsa qarang. Buni biz kimga ishiltamiz? O'zimiz yaxshi ko'radigan ota-onalarimizga, jo'rlarimizga, farzandlarimizga ishiltamiz. Andan hammadan bizning yenimizdan ketilmaydigan bo'ldi, fursatlar bo'ladi. Qizlar izlaydi, pullar izlaydi, kasblar izlaydi. Andan ko'tarilib biz o'zimizning yuqori nuqtasiga chiqadigan gapkin. Bu bir jarayon. Shunga psixologiyani aldirab ketgan odam o'rganmaydi deymiz. Shunga psixologiyada biz endi bu azobdan qechish emas. Shu azobning asli azob emas, bir muhabbatning bir qismi ekanligini o'rgatamiz.